Bundan 16 yil avval, miloddan avvalgi deb eshitib ketdi bu вообще. Xullas 16 yil avval 25-mayda bir kun oldin yoki 2 kun oldin hech kim menga sochingni mana bunaqa nежный turmakla yoki mana shunaqa nежный makiyaj qil deb aytmagan. Va albatta men katta ikkita echki qilib borganman. Katta oppoq lentalarim bilan. Makiyajga keladigan bo'lsak, вообще o'zini hayoti bilan yashagan. Короче, sizlar shu deylar, hozir birgalikda Cringe Eram haqida gaplashyapmiz. O'sha vaqtda havo rang form fartik bo'lardi. Ko'ylakchasi ustidan oq fartik bo'lardi. O'zimcha yaponskiy stilda tiktirganman. Yetmaganiga bozorga chiqib olib, ayam bilan o'zimcha urush qilib, baland splashni bosonojka oldirganman. Oberasiz, obermasangiz o'laman deb oldirganman. O'sha vaqt shu bosonojkani sun'iy qo'ng'iroqda mana bunaqa bitiruvchi degan narsa taqishadi-yu. O'sha narsani bizning sinf rahbarimiz o'zim sizlarga hammalarga bir xil qilib chiroyli qilib olib kelib beraman deganlar. O'sha atlasviy mashhur lenta bitiruvchi deb yozilgan bardoviylar bo'lardi, qoralari такой chiroylilari bo'lardi. Mana shularni ko'rib qo'ygandik, lekin o'qituvchimiz bunaqa deganlardan keyin xo'p deb ko'nganmiz. Nima deylardi? Flash mobmi? Har xil musiqalarni aralashtirib, kesib, to'g'irlatib, har bitta qismiga raqslar tayyorlaganman. Qancha janjallar bilan, sinfdoshlar bilan, "Men chiqmayman, men o'ynamayman, raqsga tushmayman" degan qizlar vashye ko'p bo'lgan. Plus keyin